Hörmətli televizor ko'ruvchilar, bizning ko'ngillik so'z programmamiz bizningki keng tomoshabinlarimiz bilan birlikda o'zining 11-bahorini kutib olmoqda. Bizning keng qo'soq, Apojon ham asdoyil tomoshabinlarimiz 10 yil jarayonida bizningki ko'ngillik so'z programmamizni qo'llab qolmasdan, balki 2011-yilmi bizni yaqindan qo'llab bizga moslashib keldi. Biz 2012-yil kirish harfisida bizningki keng tomoshabinlarimizni va bizga izchil moslashib kelayotgan bizningki alayda mehmonlarimizni qizg'in tabriklaymiz. Davlatimizning umumyuzlik taraqqiyoti bilan bizning televiziya ishlarimizmi boshqa sohalarga o'xshashlar gullab, yashnash bilan birga yana yangi xiris va fursatlarga yuzlanmoqda. Biz 2012-yili bizning keng tomoshabinlarimiz va mehmonlarimiz bilan tirishib, texmi ko'p kishilarning ko'ngliga yoqadigan ko'ngillik so'z munbirini barpo qilish uchun tirishimiz. Tomoshabinlarimizning yangi yilini qizg'in tabriklaymiz. Restoranlarimizdagi isrofchilik va madaniyatsizlik qilmishlar haqida garchi uzundan buyon so'zlab kelayotgan bo'lsak-mu, bu xil ahvol o'zgarmay, aksi bag'ancha ig'irlab qolmoqda. Lekin biz yanada bu xil ahvol toki o'zgargicha so'zlash majburiyatimizni his qilib, bugungi suhbatni uyushtirdik. Bugungi suhbatimizni taklif qilgan mehmonlarni tanishtirib o'tsam, Xinjiang Universiteti O'rta Osiyo tadqiqot institutining muavin boshlig'i professor Abdulikim Hasan, Xinjiang Tibbiy Universiteti Yemaklik ozuqliq kafedrasininki professori doktor Olim Fattar, Xinjiang Universitetining iqtisod fanlari doktori Abdumit Kerem. Bir joz tamoqni to'yizga setib. Onu xerida yapılanması yerini tökür. Dehallarniki bir adamniki to'g'ri keladigan oylik kirim 400 yan atrofida degan so'z. Bizniki davlatimizniki umumiy terilg'u yer ko'lami butun dunyo terilg'u yer ko'lamining orani 7% egallaydi. Jiddiy o'zgartish tegishli masala deb qarayman. Menimcha hozirgi mo'ljarimda Urumchida 40-50 cha cho'ng restoranlar bor. Undan boshqa bizning butkul har qaysi shaharlarda nurg'unligan restoranlarimiz bor. Hatto nahiyalargacha nurg'un restoranlar bor. Kishilar shu yerlarga to'planib faoliyat olib boradi. Lekin biz 20 yil burun shunday bir hodisaning bizning jamiyatimizga kirganligidan xo'shal bo'lgan bo'lsak, lekin 20 yildan keyin bugungi kun kelgan chog'da biz bu hodisadan intayin cho'nqur ufsunib turib, afsuslanamiz. Birinchidan biz bu yerda ig'ir darajadagi tomoq isrofchiligini his qilamiz. Demak, bizniki shu restoranlarimizda ko'rilayotgan ba'zi isrofchilik hodisalarini ko'rish uchun biz oldin bir ekran bir qarab boqaylik. Ingliz tilidagi restoran degan so'z asli oshxona degan so'zning dal o'zi. Lekin 20 yildan beri restoran degan so'z bizga xuddi hozirgi oshxonalarimizdan farqlanadigan alohida ufqumdek burmulinib kirib, bizning alohida mariki yig'ilishlarimiz o'tkaziladigan so'ringa aylandi. Bu gerçi bizga ma'lum qulayliklarni elib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu yerdagi haddidan ziyoda tomoq isrofchiligi, vaqt isrofchiligi, quloqni yarg'udek shovqin surallar nurg'un kishilarni chidg'usiz bezorlik tuyg'usiga keltirmoqda. Üstülab tizib etilgan tomoqlar shaklmi, obro'ymi yoki emgakning qimmatini tushunmaydigan bir to'p odamlarning aqlsizligimi? Nurg'un odamni chaqirib elib, ularni saqlash badaliga nurg'un vaqtni isrof qilish shon sharafmi, o'rin martabami yoki qaloqlikmi? Dahshatlik varanqu, shovqin suran ichida jimjit o'ltirish qaysi xildagi xo'shallik? Bu yerde qatnaşquvchilar chin qalbidan xo'shallikka ega bo'la olamdi yoki boshqalarning g'alyanlarga haqdor bo'lib beramdi? Bu yerda o'tirgan 3 yillarniki ahvolinglar o'xshaydi. U bo'lsa-mu 3 yillar shu universitetniki doktor professorlari. Bu bir o'xshashliginglar. Ikkinchisi yana bir o'xshashliginglar. U bo'lsa-mu 3 yillar Yaponiyada turib kelgan. Yaponiya bo'lsa hozir dunyodagi taraqqiy topgan davlat. Mushundaq taraqqiy topgan davlatningki nuqtasidan biz hozir o'tirib qo'yayotgan shu masalaga bir jumla so'z bilan yig'inchoqlab baqsanglar. Oddiy qilib aytganda, bu bir madaniyatsizlik. Ya'ni taraqqiyot bilan bizning shu madaniyatimizning mos kelmaganligi bu jiddiy o'zgartish tegishli masala deb qarayman. Isrofkorlik ig'ir deb qarasak bo'larmiki dedim. Isrofkorlik deymizda birisi vaqt isrofchiligi, yana birisi tomoq isrofchiligi. Biz davatkan bugünkü temimizki restoranlardaki ısrapçılıkını biz bir medeniyetlik hadis demeyiz, medeniyetsizliğinin bir belgesi deyimiz. Bizdeki devletimizdeki umumi terilg'u yer ko'lami bütün dünya terilg'u yer ko'lamining orani 7% egallaydigan. Bizning davlatimiz hozir shu 7% yer ko'lami bilan dunyo nopusining 22% egallaydigan nopusni beqiydi. Lekin shunday sharoitda bizning atrofimizda bizning restoran marikalarimizda
turkumlab, necha jo'zlab tomoqlarning to'kilayotganligini biz ko'ryapmiz. Mushunday hodisani ko'rib turib, yana o'sha haqda jiddiy pozitsiyaga kelmas, menimcha bir millatningki yoki bir jamiyatningki bir ig'ir mas'uliyati bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Restoran mundaqsa qanchadir bir korxona bu. Hozir bozorga kelganda qonuniyatni aytganchada bizning korxonalarimiz haqiqiy bozorga yuzlangan emas. Ma'lum bir kishi to'y qilmoqchi, u bir restoranga zakaz qilgandan keyin uningga yoki 300 ko'yliq ya 380 ko'yliq yoki 400 ko'yliq jo'zni uningga uni ko'rsatdi. Mushu bu ish qilishsiz deydi. Mao to'y qiluvchi o'zining ixtiyori bo'yicha shu chiqarmoqchi bo'lgan taomlarning turini tanlay olmaydi. 3 kilo ichi narsa bo'lsa jo'zni bo'ladi. Lekin biz ustiga jo'zga shu piramida shaklida ham kesakni tizganda taraf chiqdi, shundan yeganda bir 2 cho'kini yeydi, shundan bilan 1-2 soatdan keyin 2 soatdan keyin qaytadi. Shuning bilan bu pul to'lab isrofchilikni bu yerda ikki taraf hamkorlashib isrof qiladi, ya'ni isrofchilikni setib oladi. Isrofchilikni setib oldi, ammo lekin bu yerda bir masala bor. Demak, biz bu ikki masalani cho'qim bir sal qilishimiz kerak. O bo'lsa, birinchidan bu restoranning egasi buni isrof qilish uchun sotadi. Lekin bu yerda o'zgarmaydigan bir masala bor. O bo'lsa, bu tomoqni setib oluvchi o'zining nom, manfaati, shon, sharaf uchun bu isrofchilikni setib oladi. Demak, bu yerda uning ideologiyasi yana bir masala.